2025-yil tushgan haqiqiy test bo'ladi. Birinchi variantini ko'ramiz. Bu testimiz botga yuklangan. Javobini tekshirsangiz bo'ladi. Xo'p. Savolimizni har doimgidek gruppaga yoki kanaldagi oxirgi postga yozishingiz mumkin. Dars videosi har doimgidek gruppaga yuboriladi. Dars tugagandan keyin. Birinchi savoldan boshladik. Birinchi section, birinchi savolimiz. Bizga oddiy funksiya berilgan va 4 sekunddan keyingi mana kalit joylarini o'qiyapman, bo'ldi, muhim bo'lgan joylar. 4 sekunddan keyin nima bo'ladi debdi. Xo'p, 4 sekund degani t-ni o'rniga 4 qo'yib yubor degani. 4 qo'yib hisoblaychi. Bo'ldi. Xo'p. Ana endi ikkinchi savolga o'tamiz. Oxirida marta imtihon bo'lgan imtihon haqida fikrlarimni deb aytmoqchiman. 22-martda kimgadir qaytadan bo'layotgan bo'lsa, u haqidagi fikrlarimni deb aytaman. Sabr qilsangiz oxirida u bo'yicha savol-javob ko'rinishida bo'ladi. Tak. Ketdi navbatdagi savolimiz. Ikkinchi savol, qanaqadir equation berilgan relationship, qaysi relationship to'g'ri deyapti. Ya'ni right angle triangle deydi. To'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasi bor. Pifagor teoremasi s kvadrat barobar a kvadrat plus b kvadrat degan narsa bor. S bu yoqda mana bu gipotenuza, mana bu tomonlari AB bo'ladi. Bu yoqda kelib chiqadiki, bizda s javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Navbatdagi savol. Uchinchi savolimiz. Hozir 1 minut. Davom etamiz. Uchinchi savolimiz. Tak, 20 ta length degani histogram shows distribution of 20 ta length, 20 xil narsani ko'rsatyapti. First bar degani mana bu anaqa deydi. Bar chartda bu. Mana bu uzunligini aytayapti. Shunaqa narsa. 50 dan kichkina demoqchi. Ya'ni 0 dan 50 gacha. Ikkinchisi bo'lsa 50 dan at least 50, eng kamida 50, but no more than, less than 100. Yani ikkinchisini qarasangiz 50, eng kamida 50 yoki 100 gacha. 50 bo'lishi mumkin, 51 bo'lishi mumkin, 99 gacha bo'lishi mumkin-da. Savol which of the following could be, ya'ni bo'lishi mumkin maximum length. Maximum length degani eng ko'pi. Eng ko'p gruppa mana bu oxirgi gruppa. Buni range qanaqa? 200 dan 250 gacha bo'lishi mumkin. Lekin 250 bo'la olmaydi. Mana shu orasida qaysi javob bo'lsa shu bo'ladi. 219 bo'lishi mumkin. To'g'ri, undan katta bo'lishi mumkin 249 gacha. Lekin qolgan variantlar hech qaysi to'g'ri kelmaydi. Sababi hozir ikkinchi savolni screenshot qilmabmiz. Bo'pti. Tak, ketdi navbatdagi savol. To'rtinchi savolimizda takror tushgan savol, soni o'zgargan, qolgan hamma narsasi bir xil. Mana tarjima qilib yozib ketamiz joyida. A is degan teng 2403%. Oddiy songa o'tkazadigan bo'lsak 24.03 bo'ladi. Bu nimaga teng? Sum of plus positive number b bilan c. Ya'ni mana shu narsa teng b bilan c ni yig'indisiga demoqchi. Endi b is, ya'ni yozamiz, b teng 89%. Bu degan 0.89, oddiy songa o'tkazsak, nimaning? C ning. Ko'paytiramiz, c deb qo'yamiz. Savol bizga what percent of b is a?
Ya'ni A bilan B orasidagi bog'lanishni so'rayapti-da. Men orasida nima bor deyapti. Necha foizga teng demoqchi qo'pol qilib aytganda. Demak, bizda A bilan B kerak ekan, C ni yo'qotib yuborishimiz kerak ekan. Mana bu tenglamamdan C ni topamiz. Ya'ni B bo'lingan 0,89 ga teng barobar C ga. Va shu narsani olib kelib birinchi tenglamamga qo'yaman. Mana C ni o'rniga qo'yaman. Bizda hosil bo'ldi A barobar 24,03 qo'shida B plus B taqsim 0,89. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsangiz A barobar chiqadi 51,03 B kelib chiqadi. Bu foizga o'zgartiradigan bo'lsangiz 100 ga ko'paytirishingiz kerak. Oddiy sondan foizga o'tish uchun. Xo'p. Mana endi navbatdagi savol 5-si. Given equation K, the equation infinitely many solution. Cheksiz ko'p yechimga ega. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun tenglama x ga qisqarib ketishi kerak edi. 28 teng k ga bo'lib qoladi. Bu javobi shuni so'rayapti u sizdan. K ni qiymatini so'rayapti. Oddiy chiziqli tenglamada, ya'ni linear equationda ikki xil variant bor edi. Cheksiz ko'p yechimga ega, 3 xil edi. Bitta yechimga ega exactly one solution hamda no solution degan variantlar bor edi. 6-chi savolga o'tamiz. Qanaqadir line segment length 113 cm ga teng, divide into 3 parts, 3 qismga bo'lingan. One part 47 ga, other two parts equal. Equal degani qarang. Uzun bir tayoq bor deylik yoki balkami nimadir bor, 3 ta qismga bo'lingan. Birinchisi aytayapti 47 cm. Qolganlari bo'lsa bir xil. Va общisi 113 metr santimetr. Shu bittasini so'rayapti-da. Qisqasi plus qilasiz barobar 113. X topadigan bo'lsangiz, bu yoqda 33 chiqish kerak. 7-savol. Function defined by Mambo. The graph of function not intersect a line x4. Ya'ni x o'rniga 4 qo'ya olmaysan deyapti. Nima desa bo'ladi? Aniqlanish sohasi degan narsa bor edi. Mahraj 0 ga teng emas degan narsa bor. Ya'ni 2x plus c teng emas 0 ga. Bundan kelib chiqadiki, minus c x teng emas minus c taqsim 2 ga. Bu degani x o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 teng emas. O'sha agar x o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsangiz, mana c ni qiymati kelib chiqib qoladi-da. Bundan c kelib chiqadi minus 8 ga tengligi. Xo'p, c turibdi hozircha. Endi a bilan b ni topishimiz kerak. A bilan b ni qanaqa topamiz? Mana. Men bergan ikkinchi informatsiyadan foydalanamiz. Ya'ni 0 degani funksiyani o'rniga 0 qo'ysang, x o'rniga 6 qo'yadigan bo'lsang, funksiyang 0 bo'ladi deganda. Ya'ni 6 ning kvadrati plus 6a plus b, ya'ni mahraj shart emas, chunki 0 ga ko'paytirsangiz baribir shuni o'zi va yana keyingisini ham 8 ni ham qo'shsangiz, 8 ning kvadrati 8a plus b. Mana ikkalasini sistema qilasiz. Bu yoqdan kelib chiqadi a ni ham b ni ham qiymati nechiligi. Xo'p, keling shuni topa qolamiz. Bir-biridan minus qilsam, b'lar bir xil. Tak, bu yoqda 0, 36 dan 64 ni ayirsam 28 mi? Minus 2 a teng minus 14 ga. Olib a ni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, любой bittasiga, misol uchun birinchisiga qo'yadigan bo'lsam, birinchi tenglamamga 0 barobar 36 minus 6 kere 14 84 plus b. B ni javobi kelib chiqadi 28 gami? Yo'q. Ayirib oladigan bo'lsam 48 ekan. B ni ham qiymati kelib chiqdi. Bizdan a plus b plus c ni so'rayapti. 48
14 minus 8. 8 minus 22. Javob chiqadi 26 bizga kerak bo'lgan. Sal vaqt oladigan savol. Buni Desmosda ham ishlasa bo'ladi. Xo'p. Keyingi savol 28-si. Qanaqadir relationship bor, best fit line, okay, which of the following equation best represented line. Ya'ni men bu chiziqni, line'ni to'g'ri keladiganini qarang. Bu pastga qarab ketgani uchun slopni biz bilamiz minusligini, 0 dan kichkinaligini. Demak, A javob chiqib ketdi, S javob chiqib ketdi. Bizda B bilan D qoldi. X ta oldidagi koeffitsiyentda slop. Endi y bilan kesishgan nuqtasi nechida? Plusda. 2 dan sal ziyodroq hisob. Mana. O'shaning uchun to'g'ri javob bizda D bo'lishi kerak. Javobini tekshirib turasiz, xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki buni aytganimdek model answer yo'q. Bizga o'xshagan o'qituvchilar ishlab chiqishgan variantlari bor. Может, ularda xato ketib qolgan bo'lishi mumkin yoki bizda xato ketgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tekshirib tursangiz hammamizga foydali bo'lar edi. Xo'p, navbatdagi savol. 9-savol. Bu takror tushgan savol, oson. Aynan sonigacha menimcha boshqa shunaqa edi. B ni so'rayapti. Hammasini hisoblab oladigan bo'lsangiz, tak. B ni qiymati 8 chiqadi. Keyingisi ikkita tenglama berilgan. Endi buni Desmosga qo'yib yuboring. Kalkulyatorga kesishgan nuqtasini topib beradi. Xohlasangiz sistema qiling, farqi yo'q. Ikkalasini bir-biridan minus qilsangiz, y-lar qisqarib ketadi. Qaysi usul qulay bo'lsa, o'shanda ishlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, navbatdagi savol. 11-savol. Rectangle length 72 times its width depth. Ya'ni 72 ta martasiga teng. The function mana bunaqa represents the situation area of square feet depth. Qarang, area degani yuzasi. Rectangle degani to'g'ri to'rtburchak. Mana bu W bo'lsa, bu 72 W ga teng ekanda, bittasi ikkinchisidan 72 marta katta ekan. Which of the following best interpretation? 72 W nimani bildiradi de? 72 W bu lengthni bildiradi, bitta tomoni. Bo'yi n deydi-ku. Bu o'sha lengthni bildiradi. Length degan narsa faqatgina bitta javobda bor, qolganiga qarashish shart emas. 12-savol. Yana qanaqadir funksiya berilgan. Mana bunaqa. O'zi men buni darslarimda o'tganman. Misol uchun y barobar a yoki x barobar a bo'lsa, bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Bittasi gorizontalniy chiziq, bittasi vertikalniy chiziq bo'ladi. Bu gorizontalniy chiziq degani y qiymati hech qachon o'zgarmaydi. 29 bo'lib qolaveradi. Mana, uchalasida x o'rniga nima qo'yishingizdan qat'iy nazar bo'laveradi. Xohlasangiz tekshirish uchun, endi bu oson, mabodo tekshirish uchun bo'ladigan bo'lsa, Desmosga yozib ko'ring. Y barobar 29 deb. Grafigi qanaqa chiqar ekan? O'shandan ham bilsangiz bo'ladi. 13-savol. Xo'p, bu ham takror tushgan savol. Avgustdami, iyundami, qaysidir imtihonda berilgandi. Hozir ovoz yo'q deyishdim. Hozir bitta ovozni shuni anaqaga yozib olingiz-da kanalga. Ovoz yo'q, ekran yo'q deb yozishibdi. Kimdadir ko'rinyaptimi? Ovoz bor. Ekran qanaqa? Ekran ham ko'rinyaptimi? Hammasi yaxshi. Значит, kimda ovoz yoki ekran ko'rinmayotgan bo'lsa, internetda muammo, qaytadan kirib chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim.
Xo'p, 7-savolda xato ketmadikmi debdi. Mayli, yozib qo'ying, oxirida qaytamiz, xudo xolasa. Aytayapman-ku, buni model answer yo'q, shuning uchun yana qaytamiz. Qanaqa savolingiz bo'lsa yozib qo'yishingiz bo'ladi. Oxirida qaytamiz, xudo xolasa. 13-savol, bu aytganda takror tushgan savol. W 160 ga teng. Bizaga which additional piece of information sufficient deyapti, ya'ni yetarli bo'ladi bizaga. Nimaga yetarli bo'ladi? Parallelligini isbotlashga. Mana bu R bilan C'ni. Xo'p. Yetarli bo'ladi degani bittalab javoblar ko'rib chiqamiz. A javobni qaraymiz. X teng 20. Biz itak bilardik qo'shni burchaklar 20 bo'lishini. Bu bizaga informatsiya emas. Bizaga bor bu. Bizda poligon bor. Endi y teng 160 ga. Y 160 ga teng bo'lsa-chi? Bu ham 160. Hop, endi ikkalasi bir xil bo'lib qoldi. Okey, bu to'g'ri. C ni ko'ramiz. W bilan y yig'indisi 180. W bilan y yig'indisi 180. Yo'q, bu o'zi xato. Bunaqa katta son bo'lib ketadi-yu. Y bilan z yig'indisi 180. Endi ikkalasi qo'shni bo'lgandan keyin 180 bo'ladi, lekin parallelligini isbotlamaydi-da bu. O'shaning uchun bizda to'g'ri javob faqatgina B bo'ladi. Aynan mana shu savol tushganda grafigi ham biriga bir, soni faqat o'zgargan. Mart imtihonida xursand bo'lganim, yangi turdagi savol menimcha ko'rmadim, mavzuni ham ko'rmadim. Bizni o'ylagandan ham osonroq tushibdi. O'zim ham imtihondan oldin har bitta imtihonga predictionimni aytaman, bu safar qanaqa bo'ladi deb turib. Xudo xolasa, unaqa qiyin bo'lmadi. 14-savol. Given equation is circle. Aylan tenglamasi berilgan. Circle is inscribed in a square depth. Kvadratning ichiga aylana ichki chizilgan. Perimetrni so'rayapti. Square. Xo'p, bizga bitta anaqa berilgan. Kvadratning ichiga aylana ichki chizishimiz kerak. Aylanani tasavvur qilasiz. Xo'p, endi aylanani birinchi radiusini topishimiz kerak-da, biz radiusini bilmaymiz-ku. Radiusini topishim mana buni formulasini o'zgartirib yozaman. Ya'ni x kvadrat minus 4x plus 4 deb qo'shaman. Nimaga? Chunki to'la kvadrat bo'ladi. Bu qismiga ham y kvadrat minus 8y plus 16 deb qo'shaman. Barobar 80 va o'zimdan qo'shib olgan 4 bilan 16 ni bu tarafga ham qo'shib qo'yaman. Tenglama o'zgarmasligi uchun. Qisqasi bizda nima hosil bo'ldi? X minus 2 ning kvadrati y minus 4 ning kvadrati barobar 110 ning kvadrati bo'ldi. Bundan radius kelib chiqadi 10 ga tengligi. Bu ham 10 ga teng. Demak, mana bu tomonim 20 ekan. Bizdan perimetrni so'rayapti. Perimetri 80 bo'lishi kerak. Navbatdagi savol 15-si. Qarang, mana shu ham biriga bir tushgan savol. Biriga bir, sonlar o'zgargan faqat, qolgan hamma narsasi bir xil. 3 ta webinar o'tkazibdi. Birinchi webinarda 1250 ta odam qatnashibdi. 46% of people who attended first webinar, birinchi webinarga qatnashganlar 46%, second webinarga qatnashgan. 32% 1 va 2 ga qatnashganlarda uchinchisiga qatnashibdi. How many people attended all three webinar? Biz chizib olamiz kattaroq qilib. 1200 ta odam birinchisiga qatnashdi. O'shandan 46% deganim ko'paytiraman shuni. Tak, kalkulyator kerak bo'ladi bizga. 1250 ko'paytiramiz 0.46 deylik. 575 tasi ikkinchi webinarga qatnashdi. Endi o'sha ikkinchi webinarga qatnashganlarda ham 32% uchinchi webinarga qatnashdi. 525 ta 32% ni topamiz. 184 ta chiqadi. Demak,
Birinchi vebinarga qatnashganlarim mamnunchi, ikkinchi vebinarga qatnashganlar mamnunchi, uchinchi vebinarga qatnashganlar mamnunchi. Bizga uchalasiga ham qatnashganlari degani uchinchisiga qatnashdi degan bilan bir xilda o'zi. Chunki uchinchisiga qatnashish uchun ikkinchisiga qatnashishingiz kerak. Ikkiga qatnashish uchun birinchisiga qatnashishingiz kerak. Shuning uchun javob 184 bo'ladi. Aytganimdek, javoblarda xato ketgan bo'lishi mumkin. Qaysidir savol sizda boshqacha javob chiqqan bo'lsa, yo boshqacha variantingiz bo'lsa, tortinmasdan bemalol yozishingiz mumkin. Darsning oxirida qaytadan ko'ramiz. Xato qilgan bo'lsak, to'g'rilab qo'yamiz. 16-savol. Anaqa berilgan yaxshi ko'rinmabdi. Qaysi biri to'g'ri deb yozib beraman sizga. Yaxshilab y barobar 24/2 darajasida x taqsim 6 degan. Mana bunaqa misolda men bitta yo'lda aytaman, faqatgina qo'yib yubor deyman sonlarni. 0 dan boshlayman. X o'rniga 0 qo'yaman, y ni 0 chiqarimkan yo'q. 0 qo'ysangiz nima bo'ladi? 24 ko'paytirgan 2 ni 0-chisi. 24. Demak, A javob xato, B javob to'g'ri, C javob to'g'ri, D javob to'g'ri. Endi boshqa son olib ko'rdikmi? Boshqa sonni ham qarang, qanaqa sonda olamiz. 6 ni olgandan foyda yo'q-da. Hammasi bir xil javob. Bu tarafdan olib ko'ring. -6 ni, ya'ni 24 ko'paytirib 2 darajasida -6 taqsim 6. Buni javobi 12 chiqadi. Demak, 12 chiqish kerak bo'lgan javob faqatgina B da bor. Uzr. D da ham bor ekan. D da ham bor ekan. Keyin yana bittasini tekshirib ko'rishga majbursiz. Endi mana bu 6 ni tekshirgandan foyda yo'q. Ikkovi bir xil ekan. Biz 12 ni tekshirishga majburmiz, chunki 12 da javoblar boshqacha ekan. Ya'ni 12 taqsim 6 24 ko'paytiramiz 2 darajasi 2. 4 96 bo'ladi. Ha, B javob to'g'ri ekan. Shunaqa holatda agar tekshirib ko'ring, ikkita nuqtadan topa olmasangiz, uchinchi nuqtani ham qo'yishga majbursiz. Hop, navbatdagi savolimiz 17 gapmiz. Savol. Sum of x coordinate of x intercept. X intercept degani y o'rniga 0 qo'yasan degan. 0 qo'ysam buni o'rniga nima bo'ladi? X ni javobi 14, buni javobi -5, buni javobi -4 chiqadi. Hammasini yig'indisini qo'shib oling, plus qilib oling. Mana bu yerda -4 ekan. Mana shuni yaxshi yozaydi. Tushunmovchilik bo'lmasin. Qo'shib oladigan bo'lsangiz, javobim 5 chiqadi. Sum of degani yig'indisi, summasi. Keyingisi fluctuation in leaf water percentage nimadir bo'lgan 22 ta turistdan kub shakli hosil qilingan. H length of H bitta tomoni qirrasi 3 cm ga teng. 3000 emas, 3 cm ga teng. Xo'p, density degani zichlik, plotность deydi, zichlik deb qo'ying. Va bu yerda zichlik formulasi bor. Plotность teng m taqsim v. Massa taqsim volume deydi. O'shanga teng. Massasini so'rayapti. Demak, formuladan kelib chiqadiki, massa barobar zichlik ko'paytiramiz hajmga. Zichligimiz 0,25 ga teng, ko'paytiramiz hajm degani 3 kubiga teng. Buni hisoblasangiz 0,00092 nimadir chiqar ekan. Biz yaxlitlab qarab qolamiz. Nuqta 0,093 deb olamiz. Mana 5 ta katak borda, 5 ta joy bor. Qolganini ola olmaysiz, yoza olmaysiz hafta imtihonda. Hop, navbatdagi savol. To'qqizinchisi. What all solutions to the given equation there? Oddiy modulda tenglama. -2 modulda 5x + 9 barobar -18.
Modulda 5x plus 9 9 ga teng. Bir safar plus, bir safar minus qilib ochamiz. Modulda qoidasi shunaqa edi. Mana bundan x teng 0 chiqadi. Bundan bo'lsa minus 18 taqsim 5 chiqadi. Javobga ikkalasini ham olamiz. Ya'ni C javob bo'ladi. Navbatdagi savol. 20-savol. Sum of all solutions. Qarang. Kvadrat tenglamada v terimasi degan narsa bor. x1 plus x2 ikkinchi hadni teskarisiga teng degan. Ko'paytmasi, ya'ni product of solutions ozod hadga teng. Yig'indisi mana buni teskari ishorasiga, ya'ni 84 ga teng ekan. Xohlasangiz diskrant qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz desmosga qo'ysangiz ham bo'laveradi, agar hozirgi formula sizdan chiqqan bo'lsa. Unda ham bir xil yo'l tushadi. Mana geometrik deyarli hammada tushgan savol bu. Men endi imtihonda nazoratchi o'tirib aytyapman. Bir vaqt o'zida bir 14 ta variantni ko'rdim, endi hammasini emas. Deyarli hammada tushdi, faqat mana bu sonlar o'zgarib tushdi. Kimdadir boshqa sonlar bilan tushdi, lekin grafik aynan o'zi bir xil. Xo'p, konus bor. Konus o'zi degan uchburchakda konus. Mana bunaqa narsa-ku. Yondan qarasangiz. Xo'p, aytyapti, A dan B gacha bo'lgan masofa, mana bu masofa 32 ga teng. Mana bu yerdan bitta balandlik tushirasiz-da o'rtaga. Bu 16 ga teng. Savol: hajmi mana bu bo'lsa, k ni qiymatini toping. Sizga ko'z oldingizga keltirish uchun aytaman. Mana konus bo'lsa, bu o'rtaga tushadi balandligi 16 bo'lib. Mana bu bo'lsa yon yoqi deydi-ku. O'shasi 32. Mana bu radius bo'lib qoladi 90 gradusda. Pifagorni qo'llayveradigan bo'lsangiz, 32 ni kvadrati 16 ni kvadrati plus r kvadrat. Bundan r ni qiymati kelib chiqadi 16 ilzosi 3. Savol: hajmi nimaga teng konusda? Pi r kvadrat ko'paytiramiz h bo'lamiz 3. Bu formula bu. Shunga qo'yib yuborasiz. Radiusimiz 16 ilzosi 3 ga teng. Ko'paytiramiz h bo'lamiz 3 ga. Va shu narsa nimaga tengligini o'zi berib qo'ygan. K ko'paytirilgan pi ga deb turib. Bu oddiy tenglamadan k ni topsangiz bo'ladi. Bunda chiqadi javob 4096 bo'lishi kerak. Adashmayotgan bo'lsam. Birinchi sectionda oxirgi savolga o'tamiz. Xo'p, K bilan L perpendikulyar kalit so'z. Mana bu nuqtada kesishadi. Bu qaysi bu? K which was the following L da yotadi, qaysi nuqta? Buning uchun ikkinchi tenglamani topib olishimiz kerak. Perpendikulyar degan so'z nimani beradi? Mana ikkinchi tenglama mana bu ko'rinishda bo'lsa agar, misol uchun qanaqa? Deylik D deylik, endi B bilan bir xil bo'lib qolmasin. Birinchisi MZ MZ deb xato ketib qoldi. Bu yerda Z emas, X bo'lishi kerak. MX plus B ko'rinishda berilganda o'zi. Birinchi pointim X, keyingisi Y. Qarang. Perpendikulyar degani sizga ikkita slopni bir-biriga ko'paytirsang minus 1 beradi degan informatsiyani beradi. Bundan A ni topsam, ikkinchi tenglamamda slopi. Ya'ni ikkinchi tenglamam hozircha bizda mana shu ko'rinishda bo'ldi. Lekin D si noma'lum. D ni topish uchun mana bu nuqtani qo'yib yuboramiz. Minus 2 taqsim M plus D. D ni topsam 8 plus 2 taqsim M D ga. Ya'ni bizda ikkinchi tenglamamizni ko'rinishi minus 1 taqsim M ko'paytiramiz X 8 plus 2 taqsim M ko'rinishida bo'ldi. Bu oxirgi javobimiz.
Savol qaysi nuqta yotadi? X o'rniga 3 qo'yib yuboring. Hammasida 3 ekan. Demak, javobim -3 taqsim m plus 8 2 taqsim m. Yani qisqa soddalashtiradigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'lyapti y ta javobi. Bunaqa javob faqat bittada bor. Hada. Bu yangi misol emas, parallel perpendikulyar temasi o'tilgan. Avvalgi testlarda bir nechta tushgan bunaqa savollar. Faqat harfli qilib bergan. Bu yangi turdagi savol deb hisoblamayman shaxsan o'zim. Ozroq vaqt oladigan savol bo'lishi mumkin. Muhimi, yangi sizga o'tilmagan mavzu yo'q. Xo'p, 23-si qanaqadir parabola berilgan. Bu ham bir juda bir mashhur savollardan bittasi. Qayta beriladi, deyarli har testda bor. Mana shu narsa best interpretation. Eng zo'r izoh, definition desa bo'ladi. Nima? X o'rniga 1 qo'ysang, y 3.9 bo'lardi degan. X nima? X sekunddan keyin, ya'ni 1 sekunddan keyin nima bo'lishi haqida gap ketyapti. 1 sekunddan keyin degan javob faqat bitta ada bor, o'sha qolgan o'qib o'tirishda ham hojat yo'q. $24 savol. One week 2017 va hokazo $700 nimadir bo'lgan formula bor. Yana savol. 16 nimani bildiradi? 16 nimani oldida keldi? Hashni oldida keldi. Hash nima? Hash number of hours worked at her regular job. Regular job degan so'zni izlang ko'zingiz bilan. Mana bu yerda bor ekan. Bucha second job deyapti, xato. Bo'ldi. Qolganini o'qiganim yo'q. Regular job bu yoqda bor, second job xato. Bo'ldi. Bizda variant A bilan C qoldi. Number of hoursmi, soatmi yoki dollarmi? Soatni berib qo'ygan va x deb turib, itak, ya'ni h deb turib. Значит, bu dollar bo'lishi kerak, qiymati. Mana kalt so'z bilan to'liq tarjima qilmasdan turib ishlash. Keyingisi, which of the following is represented smallest standard deviation. Standard deviation nima o'zi? Nimaga bog'liq? Bu range ga bog'liq. Range nimaga bog'liq? Range formulasi maksimum minus minimum. Bir necha marta o'tganmiz mavzulashtirilgan darslarimizda. Endi hammasini range'ni hisoblab ko'rasiz. Mana bunda range 2 chiqadi. Mana bunda 6 chiqadi. Itaydalik. Range qancha kichkina bo'lsa, standard deviation shuncha kichkina bo'ladi. Qancha katta bo'lsa, shuncha katta bo'ladi. 26-savol. Qanaqadir figura berilgan, similar deyapti, o'xshash. CBD. CBD mana bu tepadagi burchak sal kichkina bo'lib qolibdi degan. Endi mana buni stilga qilib qo'yaman. 56 ga teng. A mana bunchaga teng. Bu qiziq emas. Bizdan qaysi burchak so'rayapti? A burchak so'rayapti. Mana buni so'rayapti. Yo'q, to'xtang. CBD. Uzr, adashib ketdim. Pastdagi burchakni beryapti. Mana bu burchakni bergan ekan. 56 deb. Demak, bu o'xshash burchaklarda bu ham burchaklar o'zgarmaydi hech qachon. O'xshash uchburchaklarda, o'xshash shakllarda desa ham bo'ladi, nafaqat uchburchakda. O'xshash barcha shakllarda burchaklar o'zgarmaydi. 27-savol. Total, mana qarang, mana shu savol, 27-savol 1 ga 1 deyarli tushganda, soni ham adashmasam shunaqa edi. Soni ham o'zgarmagan. Endi men 375 o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin men bu sonlarni eslayapman-da, qaysidir testda, haqiqiy testda tushgan. 375 ta bor, each visitor either, ya'ni A yoki B yoki C xonaga joylashadi. Aniq, itak, uchalasidan bittasiga joylashadi. A ga joylashish shansi menimcha, B ga joylashish shansi menimcha. O'z-o'zidan C ga qancha qoladi? Hammasini qo'shib C ga 0.0 to'g'rimi? Bu degan 4% deganda, qo'pol qilib aytganda. Endi C ga how many visitors deyapti. Mana shu общий 375 tani 4%ni topish kerak. Bu 28. Bu endi Desmos savoli.
2y topishni Desmos kalkulyatoriga qo'yaverasiz. Xohlasangiz va ayirib yuboring. Y bir-biriga tenglashtirib yuboring. Farqi yo'q. O'ziga qaysi usul bo'lsa, o'shani qo'llang. 2y ni qiymati kelib chiqishi kerak. 29-savol. Besh kunda 22 pound terkan, which equation describes the amount of feed? Polar 5 kunda yeyishini. O'zi aytib o'tiribdi. Mana shu savol borki, yozdami tushgandi? Yo iyunda yo avgustda. Soni o'zgarib tushgandi, lekin juda hayratlanarli savol. Ikkinchi sectionda tushdi. Juda oddiy narsa. Mana 5 kunda 22 ta deyapti. Yana savolda 5 kunda qancha qiladi deyapti. O'z javobni berib qo'yib, yana shuni so'rayapti. Ko'pchilik mana shunga ikkilangan. Nima bunaqa deb? Men bu C bilan adashtirgan. C bu 1 kunlik qiymati. Bizga 5 kunligini so'rayapti. Ya'ni savolni o'zini qaytadan takrorlab qo'yapti. 30-savol. Qarang. Bunaqa turdagi savollarda kalit so'z ko'zimiz izlaydi. Decreased by 22% ga every mancha minutda. Decrease degani 22% ga kamaydi degani 78% qoldi degani bilan bir xilda. 78 ko'zim izlaydi, a bilan men chiqarib tashlayman. Endi har qanchadir minutda desa bo'lasiz. Yoki 1 minutda shuncha desa ko'paytirasiz. O'shaning uchun bo'lish kerak 1/11 ga. Mana 31-savol. Qanaqadir funksiya berilgan. J is parallel to the K. J K ga parallel. Parallel degani boya perpendikularga keluvdi, endi parallelga misol kelyapti. Paralleldagi sloplari bir xil bo'lishi kerak edi. Ya'ni 8 bo'lishi kerak. 8 degan javob bittasida o'sha qolganini izlash ham shart emas. Perpendikular deganda teskarisi va ishora ham qanaqarisi bo'ladi. 32-savol. Linear function. Okay, bitta nuqta berilyapti. Ya'ni nima nuqta bu? Xuddi mana CU6 degan nuqtada, -6 ekan. -6 ekan. Ikkinchi nuqtam 542. Bu slopi 8 ga teng. Slopni ham o'zi berib qo'yibdi. Biz tenglamani topsak 8x plus b deyapman-da. Buni ham topib qo'yaylik. O'rniga qo'yaveramiz mana bundan. 42 barobar 8 kare 5 plus b. Tak 5 40 to'g'ri 2 teng b ga. Demak, javobim hozircha 8x plus b bo'lib qoldi. C'ni topish uchun x o'rniga c'ni, y o'rniga -6 ni qo'yaveraman. 8 plus 2. C'ni javobi -1 chiqdi. Endi savolning ikkinchi qismiga o'tamiz. Linear function. Bu boshqa funksiya. Men bu, ya'ni bu gapni nima deb yozib olaman? To'g'rilab yozib olaman. C'miz bor-ku o'zi, -1 -7. Hamda ikkinchi pointim 656. Slopini top. Slopni topish formulasi y2 minus y1 bo'lamiz x2 minus x1. Umumiy formulasi bu 56 plus 7 6 plus 1. Javobim 9 chiqadi. Mana yangilik savol emas, prosta ozroq hisoblashga vaqt ketishdi. Uchinchi savol. Mana takror savol, biriga bir tushgan. Mana bunaqa holatda emas, bir xil bo'ladi-yu, men belgilashni o'rgatganman. Kim agar oldingi darslarda qatnashgan bo'lsa. Ya'ni 2a plus 7a plus 9 barobar 8a plus 6 deyman. Bundan kelib chiqadi a ning qiymati -3. A nima edi? 4 minus 5x barobar -3 ga. -1 ga ko'paytirsam 5x -4 bo'lib qoladi. Mana shuni so'rayapti bizdan.
u desmosga qo'yib yo qovuslar ochib x topish shart emas. Topsangiz ham bo'ladi. Vaqt ketadi. 34-savol. Bu ham yangilik savol emas. Biza shade the region degan tema o'tganmiz. Kim hozirlashtirgan darslarimiz ko'rgan bo'lsa, shade the region bo'yash kerak degan narsani o'tganmiz. Pointlarga qaraymiz. Birinchi bu tenglamani topib olishimiz kerak edi. Pointni o'zi konkretni berib qo'yilgan. -4 u -10 deb. Birinchi nuqta va ikkinchi nuqta ham berilgan. 0 u -11 deb. Mana shuni xohlasangiz desmosga qo'yib oling. Xohlasangiz men undan oldingi 32-misolda ishlagan ishimizni qiling. Ya'ni slope'ni toping va hokazo. Yoki mana bunaqa formula bor edi. O'shanga qo'yib oling. -10 barobar -4a plus b. O'ziga qulay. Qaysi biri bo'lsa ham farqi yo'q bizga. Olib kelib qo'yasiz, a bilan b ni topasiz. Keling, mana shuni topa qilaylik. B topildi, o'rniga qo'ysam -4a -11. Bu yoqqa o'tkazsam 1 -4 taqsim a. Qisqasi a ni javobi -1 taqsim 4 ekan. B ni javobi -11 ekan, bu ham topildi. O'rniga qo'yib yuboramiz. Men tenglamamga-da. Xo'p, mana a ni ham b ni ham o'rniga qo'ysam, bizda hosil bo'ldi. Y barobar -1 taqsim 4 x -11. Hammasini 4 ga ko'paytiraveraman. X bu yoqqa o'tkazamiz. 4 y boshida x qilaylik. Katta -44 dan. Nimaga bu formada yozib oldim? Chunki misolimda o'zi shu formada berilgan ekanda. Mana boshidagiga qarasangiz. Demak, bizda r kelib chiqadi 1 ga. Mana bu t kelib chiqadi 4 ga. Ikkalasini ham bizdan yig'indisini so'rayapti. Desmosda ham ishlasa bo'ladi. Kimga qaysi usulni qulay bo'lsa. Beshinchi savol. Funksiya berilgan. Mana bu yana funksiyaga oid bir xil tipdagi misollarda. Mana bu x, mana bu y. O'rniga qo'yib yuborasiz, a ni qiymatini toping. -9a barobar 3a plus 8. Yo, farqi yo'q. Mana shu narsani shunday nima deydi? Mana shu tenglamani o'zini ham desmosga yozsangiz chiqazib beradi. Faqat a emas, x qilib yozsangiz chiqazib beradi. 81a kvadrat 3a plus 8. Va hokazo qilasiz. Diskriminant a1 a2 ni topasiz. Faqat a ni minuslisini olishingiz kerak. Nimaga? Chunki mana bu yerga minusli son qo'ysangiz ildiz ostidagi narsa plyus bo'lib ketadi-da. Bu bo'lsa minus chiqib ketadi. O'shandan hisoblab qo'yasiz, qaysi javob chiqsa shu bo'ladi. 36-savol takror tushgan savol, yaqinda ham tushgan. Dekabrda ham adashmasam tushgandi. Xuddi shunaqa savol. Qarang, buni to'g'rilab yozib olasiz. P 4 taqsim 7-si deb yozamiz. Mana bu o'zini ko'chiramiz. 3 taqsim 6 ekan, endi buni 1 taqsim 2 deb yozing, qisqartirib. Savol t teng mana bunga. Bizga n ni so'rayapti. To'g'rimi? E'tibor bering, t ni birinchi darajasi turibdi-ku. O'shaning uchun bizni bu tarafda ham t ni birinchi darajasini hosil qilishimiz kerak. Uning uchun kvadratga oshiraman. Qisqarib ketadi-da shunda. Bu yerda nima hosil bo'ladi? P ni 8 taqsim 7si barobar t. Bu nimaga tengligi o'zi berib qo'ygan. P darajasi 2n minus 1 deb. Endi oradagi yo'q, p la qisqardi. 8 taqsim 7 barobar 2n minus 1 ga. Mana bundan n ni topib qo'ysangiz bo'ldi. Aynan shunaqa savol tushdi. Oxirgi imtihonlarda ham. Quadratic function vertexi mana bu, p susuru mana bu ikkita nuqtadan. Mana buni qiymatini toping.
Qarang, vertex degani uchun parabolani vertex formasidan foydalanamiz. Ya'ni o'zbekchasiga uchini koordinatasi. Vertex degani vershinasi, uchidagi koordinatasi. Men buni yozib o'raman. Ya'ni bizda x nolimiz bor, 1 ga teng. Y nolimiz bor, 6 ga teng. Lekin a yo'q. A noma'lum. Ani qanaqa topamiz? Buni topish uchun men bundan foydalanamiz. X o'rniga 2 ni, Y o'rniga 40 ni qo'yib o'raman. 2 minus 1 ning kvadrati plus 6. Tak, 1 a chiqadi 34 ga teng. Mana endi funksiyamiz hosil bo'ldi. 34 ko'paytirilgan x minus 1 ning kvadrati plus 6. Bizdan x o'rniga minus 2 ni hisoblaysiz, 0 ni qo'yib hisoblaysiz, nechidir son chiqadi, bir-biridan ayirib olsangiz bo'ldi. Qaysi javob chiqsa o'sha bo'ladi. Xo'p, 38-si mana bunaqa nuqta berilgan. What is the value of mana shu ham takror tushgan narsa. Men birinchidagi x har doim ikkinchida y. Ya'ni y minus 6 bo'lishi uchun x ing nechi bo'lishi kerak degan. Y o'qib minus 6 ni izlaysiz. Mana kelaman bu yoqqa qarab. X ga o'taman nechi? 5 dan ziyodroq ekan. Minusdan. Men plus chiqyapti. Bu nechi? Bu 0 butun nechidir? Mana aniq hisoblash shart emas. Ekzamenda ham shunaqa qilib topsangiz bo'lar edi. Xo'p. 39-savol. Which of the equation defines function? Qarang. Nima qilamiz? Bizda mana bu y dagi grafik ekanda, f grafikini topish uchun y dan 2 ni ayirsam, f grafik kelib chiqadi. Ya'ni plus 2 ni bu yoqqa minus o'tkazib yubordim-da. Mana bu chiqdi. Ya'ni mana shu funksiyani minus 2 qilsam, pastga qarab tushadi. Mana bunaqa bo'lib tushadi. Shuni formulasini topib ber, qaysi bo'ladi deb. Biz konkretni bilyapmiz, mana point. Ya'ni 0,2 degan nuqta aniq bilamiz. X o'rniga 0 qo'ysak, y'imiz 2 chiqishi kerak. Har bitta javobga qo'yib ko'ramiz. Mana bunga 0 qo'ysangiz 0 chiqadi. 0 qo'ysangiz mana bunda 2 chiqadi. Qolganlarda boshqa son chiqadi. Mana yangi savol emas bu ham. Bu ham takror tushgan. Xo'p, 40-savol. Square map debdi. Side length 45 inch. 1 inch. Actualda 17 maylga teng. Square map degani kvadratli karta bor, xarita bor-ku o'zbekchasiga. Va bu anaqasi 45 inchga teng ekan. Keyin aytayapti, mana bu yerda 1 santimetrli narsa, endi 1 inchli narsa haqiqiy hayotda bu nimaga teng? 13 maylga teng. Kim xarita ko'rgan bo'lsa, masshtab bo'ladi-yu. Shunaqa narsada bu ham. Endi aytayapti, smaller version of map 70% ga shorter than side. Ya'ni 70% ga kaltaroq degani kichikroq xarita chizyapti. Xuddi shuni. Kichkinlashtiryapti. Keyin o'sha kichkina mapda, ikkinchi mapda actual distance qancha bo'ladi? 1 inchda. Mana savolni yana marta tushuntiraman. Katta xaritam 45 ga 45, 1 inch narsam 1 santimetr deng, men tushunishingizga oson bo'lish uchun. Haqiqiy hayotda 13 kilometr ekan. Endi uni xaritani shunday kichiklashtirdim. Yana 1 santimetr joy haqiqiyda nima bo'ladi? Necha kilometrga teng bo'ladi? Logik o'ylash kerak. Birinchi o'rinda xarita kichaygandan keyin haqiqiy masofa oshadi. To'g'rimi? Nimaga aytyapman? Siz mana 45 santimetrga qancha joyda sig'dirgan bo'lsangiz, o'zi ham kichiklashdi-ku, baribir o'sha xaritani o'sha joyda sig'dirishingiz kerak-ku. Shuning uchun masofa oshadi.
Bu degani 13 mayldan katta bo'lishi aniq 100 talik. Endi bizda ikkita javob qoldi. Buni endi taxmin qilib bo'lmaydi. Qanchaga kamaydi? 70% ga kamaydi. Значит, qancha qoldi? 30% qoldi. 30% qoldi degan. Ya'ni men buni 30% ga oshirish kerak. 13 ni bo'lamiz 0,3 ga. Bu taxminan 43,3 chiqsa kerak. Bo'lib ko'ramiz. 13 bo'lamiz 0,3 ga. Aha, 43,3 chiqdi. Demak, javobim bizda B bo'ldi. Mana, logitskiy o'ylasangiz ham, karta kichiklashgan sari 1 santimetrga sig'adigan joy kattalashadi-da. Ko'pchilik kichiklashadi o'ylaydi. Yo'q, bu yoqda teskarisi. Mana bu yangi savol emas, bu tushgan savol. Bu tushgan savol. Shu 2024da qaysi imtihon esimda yo'q, lekin haqiqiy tushgan narsa. 41-savol. U is a positive constant depth. Musbat. Okay. Sum of yig'indisini top. Ya'ni yig'indisi bor ekan, 4 ga teng. O'sha u ni topish kerak. Demak, har bittasini 0 ga tenglashtirib chiqaman. X teng 0 birinchi yechimi. Men bu narsani 0 ga tenglashtiraman. Oxirgi narsani 0 ga tenglashtiraman. Mana bu u. Mana bundan chiqadi 13 taqsim 4. Mana bundan chiqadi u taqsim 4. Va hammasini yig'indisi 4 ga teng. 13 taqsim 4 qo'shamiz. Mana u taqsim 4. Mana buni ham 4 deb qo'yaylik, sal anaqa harfni nito qilib beribdi-da. Mana shundan topsangiz bo'ldi nechaga tengligini. Keyingisi 42-savol. Right rectangular prism similar to the right rectangular prism. Ikkita prizma bor, bir-biriga. Rectangular prism degani o'zi parallelepiped. Inglizchasiga kuboid yoki parallelepiped desam bo'ladi. Bir-biriga o'xshash ekan. Surface area of x mana bunga teng. Surface area of y mana bunga teng. Volume of right rectangular prism mana bunga teng. What is the sum of volumes x and right rectangular prism? Qarang, bu yerda bitta qoida bor. K degani tomonlar o'xshash jismlar haqida gap ketyapti-da. Tomonlar nisbatiga teng. K ni kvadrati yuzalar, arealar nisbatiga teng. K ni kubi bo'lsa volumlar, hajmlar nisbatiga teng. Buni men similarity geometriya mavzulashtirgan darslarida o'tganman. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agar kichkina gruppamizda bo'lsangiz. Bizga ikkinchi holat bilan uchinchi holat to'g'ri keladi. Shunga qo'yib yuboraman. K kvadrat barobar 102 nechaga teng? 1475 bo'lamiz 59. Keling, mana shuni ishlab qo'yaylik. 1475 bo'lamiz 59. 25 chiqyapti. K ni qiymati 5 ekan. Endi mana bu 5 ni kubi barobar bizda qaysi berilgan? Y berilgan. Kattasi berilgan. 1500 hajm. Buniki berilmagan. Birinchisiniki. Tak, proporsiya qilib topa oladigan bo'lsangiz 1500 bo'lamiz 125. 12 chiqadi. Barabar 12. Ikkalasini sum of yig'indisi 1512 bo'ladi. Yodlab qolishga osonroq qilib, tomonlar nisbati K berishi, tomon nimada o'lchanadi? Metr, santimetr, detsimetr. Yuzachi metr kvadrat, ya'ni kvadrat. Santimetr kvadrat, detsimetr kvadrat. Hajmchi metr kub, santimetr kub, detsimetr kub. O'shandan yodlab qolsangiz bo'lardi. Xo'p, keyingisi
Oxirgi savollar qoldi. Uchinchi hamda 44 savollar. Qanaqadir function berilgan. Nimadir. Mana bunaqa bo'lsa, value of f7 ni so'rayapti. Har doimgidek x y funksiya qo'yib yuboramiz. Men o'rgatganman, x qovchidagi narsa y bu. Ya'ni 6 barobar a b bilmayman. 2 taqsim n. Endi ham bilmayman, o'zini yozishga majburman. Keyingisi 162 barobar a b yana bilmayman. 5 taqsim 7 deyman. Uzr. N. Endi bu mahrajni bilmayman. Ikkalasini sistema qilaman. Nima qilaman? Ko'paytirib yuboraman. Yo'q. Ko'paytirmaylik. Tak. Bo'lib yuboraman. Bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu yoqda 1 taqsim 27 barobar b 2 taqsim n b 5 taqsim n degan narsa hosil bo'ladi. Okay. Cross multiplication yokida 3 minus 3-si barobar b ning bular endi darajalar ayriladi-yu bo'lishdi. Men bu yoqqa отдельно hisoblab olyapman. Minus 3 taqsim n hosil bo'ldi. Ana endi ikkala tarafda ham mana uchlar qisqarib ketadi, minus 3lar. Ya'ni nima hosil bo'ldi? 3 birinchisi barobar b ni 1 taqsim n-chisi. N-chi darajaga oshirib yuborsam, ben o'zini hosil qilmoqchiman-da. 3 n-chisi barobar b bo'lib qoldi. Fakat to'p tursin bu. Formulamga qo'yib yuboraman. Yoki b ni o'rniga bu yoqqa qo'ysam ham bo'laveradi. Men birinchisiga qo'yaman. 6 barobar a ko'paytirgan b ni o'rniga 3 n-chisi darajada 2 taqsim n deyman. Bu yoqda n da qisqarib ketar ekan. 3 kvadrati 9. A ham kelib chiqadi 2 taqsim 3 ga. Va oxirida men bu yoqqa yozaman, men sig'may qoldi. Funksiyamiz hosil bo'ldi. A miz 2 taqsim 3 ga teng. B miz 3 n-siga teng. Va darajada x taqsim n. N qisqarsa 2 taqsim 3 ko'paytiraman 3 x-si degan narsa hosil bo'ldi-da. X o'rniga 7 qo'yasiz, hisoblab olasiz. 7-si kalkulyatorda cho'ta menga yoqmadi lekin bu javob. Xo'p. Tak, B'miz 3 chiqdi debdi. Tak, 81 ni ko'paytiramiz 2 ga, ya 6-si. O'sha javobda qisqasi necha chiqqan bo'lsa, men ishlab ko'rganman oxirigacha. O'z javob ishlab qo'yasiz, calculation bo'ldi. Tak, oxirgi savolga o'taylik. Vaqtimiz chegaralangan. Tak, 44-savol. 10% of ants degani chumollarni shunaqada queen ants, ya'ni o'sha ona chumol, qirolicha deylik, shunaqada remaining 60%. Mana remaining degani muhim, qolgan 10% dan chiqib ketdi, ya'ni 90% qoldi-yu, 0.9%. Nimadan? Endi общийsini bilmaymiz, x da deylik. O'shandan qolgan 60% female ekan. O'z-o'zidan 40% male bo'ladi. 40%.
O'sha mail teng mana bunchaga deb qo'ygan. 2178 ta. X topsak total kelib chiqadi. Xo'p, tak 2178 bo'lamiz 09 hamda bo'lamiz 06. Demak, bu yoqda 6050 chiqar ekan. Total degani uchun. Hop. Bo'ldi. Shu bilan bu darsimiz tugadi. Endi qanaqa savollar bo'lgan? 84 ta bo'lib ketdi. Javob berishga harakat qilamiz. 5-chi testni ko'rsakchi, ustoz bir testni. Xo'p, bizda to'g'risi qolganlarga qarab qilmaymiz. To'g'risi qaysi ma'noda? Qolgan o'qituvchi qaysini ko'rsatdi, ko'rsatmadi, bizga qiziq emas. Xudo xolisa bizni nechta variant chiqqan bo'lsa, 5 ta deb bildim. 5talasini ham hammasini ko'rsatamiz. O'shaning uchun ketma-ket bo'lgani yaxshi. To'g'risi bizda unaqa birinchi biza ko'rsataylik degan narsa yo'q yoki ikkinchi bo'lib qoldik mana bu testni. Bizdan oldin kimdir ko'rsatib qoldi degan narsa yo'q. O'shaning uchun ketma-ket 1 2 3 4 5 qilib to'g'risi hammasini ko'rsatamiz. Va men o'zimni mart gruppamga va'da berganman. 5 ta variantni hammasini 22-martgacha ko'rsatib beraman deb turib. O'shaning uchun qolganlarning ishimiz yo'q. Dars YouTube'ga hozircha qo'yilmaydi, kanalga videosi yuboriladi. Tak. Shu misollar aylanadimi ustoz? Yo'q, aylanmaydi. Ha, yana qanaqadir noto'g'ri fikrni eshitdim. Zo'r fikr. Nima degan? Mart imtihoni mana bunaqa bo'ldi. Ular majbur 22-martga imtihon qo'yib berish kerak. Buncha vaqt ichida College Board ulgurmaydi yangi baza tuzishga. O'shaning uchun men bularni takror tushadi. Shuning uchun shundan tayyorlaninglar degan gapni ko'rdim. Qaysidir postda. Endi bizlar postni boshqarmada esimda yo'q. Bu shunchalar absolyutno noto'g'ri fikr. Birinchidan 2 hafta bo'lgan bo'lsa ham College Board bazani yangila olmaydi, yangi variant tuza olmaydi, eskini berishga majbur deyishni o'zi xato. Siz tasavvur qiling, dunyo bo'yicha 20 million odam topshiradigan testda bu 1 yilda. Shuncha pul aylanadi. Neujeli bular qaytadan 2 marta test, bir xil test tashab qo'yish mumkinmi? Bu bir. Shunaqa holat qilgan taqdirda ham universitetlar o'sha tan olmay qo'yadi SAT'ni. SAT 100 yilga yaqin beri bo'lib kelyapti-da. Nimaga SAT'ni xalqaro universitetlar tan olyapti? O'sha boshqa testlardan farqli bo'lgani uchun, mana shunaqa konfidensial informatsiya, bu narsa bo'lgani uchun tan olib kelyapti-da. Agar unaqa siz o'ylagandek xatoni SAT'dagilar qiladigan bo'lsa, uni obro'si tushib ketadi. Bir xil savol tashlayotgan bo'lsa. Endi o'xshash bo'lishi mumkinmi? Albatta, o'xshash bo'lishi mumkin. Tushib kelyapti shu paytgacha. Prinsipi shunaqa. SAT'dagilar sizni yiqitish emas bali. Maqsad emas. Maqsad prosta bilim darajasi tekshirib baholab berish. O'xshash tushadi, xudo xolisa. Bundan qiyin bo'ladimi, oson bo'ladimi? Mana, har doimgi fikrim SAT bazasi unaqa o'zgargani yo'q. Qiyin bo'lishi mumkin, bitta ikkita savol qo'shilishi mumkin, oson bo'lishi mumkin, bu darajada bo'lishi mumkin. Hozirgi test darajasi meni fikrim o'rta. Bu oson emas bu. Lekin qiyin test ham emas. Mana sizga 2024dagi oson testni hisoblaydigan testim iyunni ko'ring, avgustnikini ko'ring. Mana shu bittasi oson test, bittasi qiyin test. Bu test farqi o'rtadagi test. Oktyabr, noyabr, dekabrdagi test. Men uchun shunday. Shuning uchun martda qiyin bo'lar ekan deganlarda endi o'zingiz bilavering, nimaga tayanib aytganimni. Xo'p, shunaqa lichkangizga qarab yuboring. Ha, birga yozishgan ekan. Keyingi savol. Yettida xato ketmadikmi degan. Boshda va'da berdim. 7-savolga 1-sectiondan qaytamiz degandim. Hop, mana hozir share ekran qilaman. Mana 7-savol haqida gap ketyapti. 7da xato ketganimiz menimcha mana bu yerda nazarda tutyapsiz. -8, mana bu joyda aytyapsiz menimcha s-ni. S-ni o'rniga qarang, -8 qo'yadigan bo'lsangiz-da, 2x -8 barobar 0 bo'lib qoladi-ku. Ya'ni x o'rniga 4 qo'ya olmaysan deyapti-da. Savol o'zida ham shunaqa. Doesn't
intersect line x equal to 4. Ya'ni x o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, sayimiz -8 bo'lsa, bu mahraj 0 bo'lib qoladi. O'shaning uchun sani -8 olyapmiz. Bu to'g'ri, bu yoqda adashganimiz yo'q. Hop, 8 qilib emas, -8. -8. Yo'q, to'g'ri, adashmadik. 1250 bo'lmaydimi? All so'zi ma'noda kelyapti. Ha, all so'zi qarang. All degani 3 ta vebinarda qatnashdi degan gap bilan 3-vebinarda qatnashdi degan gap bir xilda. Chunki 3-vebinarda qatnashish uchun 1, 2, 3 da qatnashish kerak. 1, 2 da qatnashish kerak. O'shaning uchun bu yoqda bunaqasi yo'q. Xato ketdi deyishibdi. Qaysi savolda xato ketdik? Parentlar aytib o'rsangiz, nechinchi savol edi? Ko'ramiz. Boyagi menimcha vebinarga oid savol edi. Hop. Vebinar savol necha edi? O'sha paytda o'sha aytganimdek, ikkinchisi, mana bunaqa savol deb yozib qo'yganingizda osonroq bo'lardi-da. Hop. Mana 15-savol ekan. Menimcha birinchi sectionda vebinarda savoli. 1250 ta first vebinarda va hokazo 32% yo'q. Menimcha vebinarda savoli to'g'ri ketdi. Open budjetga ovoz olaman. Open budjetga ovoz oladigan odam o'sha blokda. Kim agar open budjet haqida gaplashsa, faqat mana bitta ta'limda kanalda qolsin, shu boshqa joyda o'zi jonga tegib ketdi open budjet. Hatto bu joyda bo'lmasin. Kim agar mana shunaqa postni ko'rsam, bo'ldi. Farqi yo'q. Qanaqa gruppamizda o'qishdan qatnaysiz? Pul to'lagansiz, yo'q, qizig'i yo'q. Sirazi blok. Hop, dars rekord qilindi, yuboriladi. Savolni qayerdan beramiz, do'stlar? Mana shu joyga berasizmi? Mana shu joyga yozing. 18 ni ko'raylik. 18-savol. Ha, mana qarang. Densityga oid, zichlikka oid savol. Rho degani zichlik, massani hajmga bo'lish kerak. Bizda density bor, 0.25 ga teng. Hajmni topsak bo'ladi. Hajm kubbi tomoni qirrasi agar 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, hajmi 27 bo'ladi. O'shandan bilsangiz bo'ladi. Hop. Test lokatsiyasini o'zgartirsak bo'ladimi? 22-martda. Yaxshi savol. Men boshida ham aytdim, bu aytganimdek o'zimda fikrim emasda. 22-martda test bo'lish bo'lmasligi aniq emas. Bu bir. Nimaga u gapni aytyapman? Bo'lgan taqdirda ham o'sha topshirgan test senteringizda bo'lish bo'lmasligi aniq emas. Nimaga? Sizga test center majbur emas 22-ga qo'yib berishga. Mana men test centerda ishlaydigan xodim sifatida aytyapman. College board bizga nima deydi? Test centerda o'tkazishga qaytadan imkoniyating bormi, yo'qmi? O'tkazib bera olasanmi, yo'qmi deb so'raydi. Sizga kelgan emailda xabar kelgan. Tarjima qilib ko'rsangiz. Makeup test bo'lishi mumkin degan aniq emas. Chunki bu bizga qo'shimcha anoda ishda muammo, harakat, xarajat shunaqa. Endi agar test centerda 22-martda siz topshirgan test centerda yo'q, bizda bo'lmaydi deydigan bo'lsa, boshqa test centerga sizni transfer qilib beradi. Endi u qanaqa tartibda bo'ladi, hozircha bilmayman. Ya'ni registratsiya qilasizmi qaytadan, sizga email keladimi avtomatik mana bu joyga bor deb turib. Ozroq kutib turasiz, hali vaqt bor. Xudo xolasa, birinchilardan bo'lib turib xabar berishga harakat qilaman. Chunki prem college board bilan gaplashadigan odam sifatida, nazoratchi sifatida. 44 ta savolda remaining 90% bo'ldimi? Shunda mail 30% bo'lmaydimi? Yo'q. Zo'r savol. Mana. Oxirgi savol haqida gap ketyapti. Qarang. Remaining to'ppa-to'g'ri 90% bo'ladi. 10% ketdi-ku. Remaining 90% bo'ldi. Endi 90% dan 30% olib tashlaydigan bo'lsangiz, 60% olib tashlaydigan 30% qolmaydi. Oxirida boya 90% odam bor-ku, o'shaning 60% remaining boshidagini emas. Ya'ni 1000 ta odam bo'lgan bo'lsa,
10% ketgan bo'lsa, siz 900 tani 60% ni topishingiz kerak. Va 900 tani 40% ni topishingiz kerak. Chalg'itadi. Ishlab ko'rsangiz boshqa javob chiqadi. Xo'p, so'z tugatganlar ham kira oladimi? Menimcha yo'q, kira olmaydi. Menimcha kira olmaydi. Maydagi imtihon qanday tushadi deb o'ylaysiz? Mayda xudo xohlasa mana shunaqa darajada tushadi. Unaqa qiyin bo'lmaydi. Qiyin test mana shu paytgacha meni fikrim ikkita savol deb hisoblang bo'ldi. Bu safar qiyin bo'ldi desa ikkita savol. Даже 3 ta emasda, maksimum 3 ta bo'lishi mumkin. Любой savolingizda. Starsda imtihon bo'lmasa biz qayerga topshiramiz? Stars bilan bo'lganda imtihon olmaymiz dedi ikkinchi sanada. Yo'q, hozircha noma'lum Starsda bo'lish bo'lmasligi ham. Chunki Starsda bo'lmasligi o'zlarining reputatsiyasiga minus. Test centerdan odam qochadi, bu bir. Aytganimdek, test center ortiqcha dahmazada qo'pol qilib aytganda u narsa. Qaytadan test o'tkazish yana problema. O'shaning uchun rad qilishga haqqi bor. Любой test centeri o'zlari uchun rad qilmaslikka harakat qiladi. Rad qilgan taqdirda bu haqida xabar beriladi sizga. Ozroq kutib turasiz, hali vaqt bor. Testlarni tashlab bering. Testlar tashlangan bo'tku. 13 ni qayta ko'rib bering. Yo'q, vaqtimiz tugadi to'g'risi. Bizda mana iloji boricha var. Har darsimda, любой testimda kim qatnashayotgan bo'lsa biladi. Maksimallik tezroq ishlashga harakat qilaman-da. U bitta testni 2 soat ko'rishga harakat qilmayman. Chunki realniy ekzamenda mana ko'rdingiz, vaqtda muammo. Haqiqiy imtihonda o'tirganda qanday ishlagan bo'lsam, shunaqa qilib ishladim. Hozir 40 minut, 50 minutda tugadi. 70 minut vaqt beriladi. O'shaning uchun vaqtimiz chegaralangan, uni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Qolgan savollarni o'sha buyog'i gruppada gaplashamiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Darsning videosi xudo xolasa yuboriladi. Hammaga xayrli kech.